Kechir o'zbek serialining yangi 23 qismi 2025 yil 26 iyun kuni soat 19 da sevimli to'da efirga chiqadi va bu voqeani o'tkazib yubormaslik kerak. Serial o'zining chuqur syujeti va yorqin his-tuyg'ulari bilan tomoshabinlar qalbini zabt etishda davom etmoqda. Har bir epizod sevgi, kechirim va xiyonat o'zaro chigallashgan hayajonli hikoyaga sayohatdir. Kechir o'zining samimiyligi bilan ajralib turadi. Biz sevib qolgan qahramonlar yangi sinovlarga duch kelishadi, bu esa oila va sadoqat qadri haqida o'ylashga majbur qiladi. 23 qism yanada keskin lahzalar va kutilmagan burilishlar va'da qilmoqda. Aktyorlik o'yini yuqori darajada, har bir nigoh va imoishora his-tuyg'ular bo'ronini yetkazadi. Rejissyorlar drama va umid o'rtasida mohirona muvozanatni saqlab, tomoshabinni ekrandan uzolmaydi. Serial vizual jihatdan ham quvontiradi. O'zbekistonning go'zal manzaralari va puxta ishlangan dekoratsiyalar tomoshabinni o'ziga rom qiladi. Musiqiy hamrohlik har bir sahnaning kayfiyatini nozik ta'kidlab, his-tuyg'ularni kuchaytiradi. Kechir oddiy serial emas, balki samimiy hislar qadrini o'rgatuvchi va o'z baxti uchun kurashishga undovchi hikoyadir. 23 qismni o'tkazib yubormang, bu sizning qalbingizda iz qoldiradi.